Assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar. Hamid Olimjon 20-asr o'zbek poeziyasining yorqin yulduzlaridan biridir. Hamid Olimjon 1909-yil 12-dekabrda Jizzax shahrida mehnatkash oilasida tug'ilgan. Avval eski maktabda, keyin 1918-yil Jizzaxda ochilgan Narimonov nomidagi to'liqsiz o'rta maktabda o'qiydi. 1923-yili esa u maktabni tugatib, Samarqanddagi o'zbek bilim yurtida tahsilini davom ettiradi. Bilim yurtini 1928-yili bitirgach, Abdulhamid O'zbekiston Pedagogika akademiyasining iqtisod fakultetida o'qiydi. Hamid Olimjon bilim olishni faol jamoatchilik ishi bilan uzviy qo'shib olib bordi. Hamid Olimjonning dastlabki she'rlari 20-yillarning o'rtalarida paydo bo'ldi. Bu she'rlar Chimyon daftari turkumini tashkil etadi. Shoirning birinchi she'ri Kimdir 1926-yil e'lon qilinganda, muallif 17 yoshda, to'ng'ich kitobi Ko'klam 1929-yil bosilib chiqqanda esa u 20 yoshda edi. Hamid Olimjonning shaxsiy oilaviy hayoti ham Zulfiya xonimdek go'zal rafiqasi, shirin shakar farzandlari, yaxshi xizmat lavozimi bo'lgan. She'rlari yu kitoblari to'xtovsiz bosilib turgan, hatto og'ir urush yillari ham moddiy jihatdan ko'plarga qaraganda yaxshiroq ta'minlanib turgan shoirning o'zini ruhiy, ma'naviy baxtsiz his etishiga aql bovar qilmaydi. Hamid Olimjonning O'rik gullaganda she'ri yuzasidan quyidagi xulosani o'rtaga tashlaydi. Shoirning o'lmas asarlari ko'p, lekin meningcha uning O'rik gullaganda asari hamisha yetuklik, go'zallik, jo'shqinlik namunasi sifatida talqin etilaveradi. Bu xulosaning to'g'ri yo noto'g'riligini aniqlash uchun O'rik gullaganda she'ridagi 4 misrani eslash kifoya qiladi. Mana senga olam gul, etagingga siqqanicha ol, bunda tole har narsadan mo'l, to o'lguncha shu o'lkada qol. Bu misralardan avval she'rda tabiat bahorining go'zalligini namoyon qiluvchi ajoyib original tasviriy vositalar juda ko'p. Hamid Olimjon nafaqat shoir, balki mohir tarjimon ham edi. U 1936-yilda Aleksandr Sergeyevich Pushkinning vafotining 100 yilligi munosabati bilan Kavkaz asirasi dostonini, Suv parisi drammasini, bir qator she'rlarini tarjima qilgan. Aleksandr Sergeyevich Pushkin va Mixail Gorkiy haqida maqolalar yozgan. Tarjimonlik bilan bir qatorda adabiyotshunoslik faoliyatini davom ettirgan. Shoir qisqa umr ko'rgan bo'lsa-da, o'zbek adabiyoti ravnaqiga sag'moqli hissa qo'sha oldi. Bu mehnatlarini munosib baholanib, Hamid Olimjon 1939-yilda Hurmat belgisi ordeni bilan mukofotlangan. Bo'lsa, O'zbekiston Fanlar akademiyasining tashkil etilishi 1943-yil unga